Assalomu alaykum. Efirda xabarlar ma'lumot dasturi, studiyada Hurmatay Nurmatova. Bugungi dasturimizda Bosh prokuratura xodimi $100,000 pora olayotganda qo'lga olindi. O'sh shahrining yashovchilari yuk ko'taruvchi kranlardan xavotirlanishmoqda. Adamlar o'tadi, mashina o'tadi, ancha-muncha o'tadi. Qiyin-da bu yerdan. O'sh shahar kengashining qarorlari bajarilmayapti. Kedagi to'xtamlar atqariladi, vaqt kerak, mumkinchilik kerak. Prokuratura tergov boshqarmaligining rahbari Qilichbek Arpachiyev $100,000 miqdorida pora olayotgan yeridan ushlanganini Kirtakka Milliy xavfsizlik xizmatidan xabar qilishdi. Prokuratura xodimlarini qo'lga tushirish bo'yicha operatsiya bosh nazoratchi organning markaziy apparatida 24-martda soat 19 atrofida olib borilgan. Ishonchli manbalarning ma'lumoti bo'yicha poraning miqdori $100,000 bo'lishi mumkin. Kecha 24-martda Qirg'izistonning ayrim hududlarida shamolning tezligi sekundiga 25-30 metrga yetib, bir qancha obyektlar talafot ko'rdi. Favqulodda holatlar ministrligining ma'lumotiga ko'ra, Talavsa oblastida Amanbayev, Axchi, Mayma qishloqlarida 199 ta turar joy va 8 ijtimoiy obyektning 5,000 ga yaqin shiferini shamol uchirgan. Chuyning So'qiliq, Kemin rayonlarida, Batkenning Batken, Qadamjoy rayonlarida talafotlar aniqlanmoqda. Odam hayotiga xavf soladigan holatlar bo'lgani yo'q. Kecha kuchli shamol tufayli Bishkekda qurilish ishlarini olib borayotgan kran yo'lga qulab tushgan. Jabrlanganlar yo'q. Hozirda O'sh shahrida qurilish ishlari jonlanib, ko'p qavatli uylar solinmoqda. Texnik xavfsizlik qoidalari saqlanmayapti deb yashovchilar xavotirda. O'sh shahar minorasi qurilish kompleksi odam ko'p bo'lgan joyda bormoqda. Yuk ko'taruvchi kranlar esa yashovchilar o'tadigan yo'lga chiqib turadi. Yo'ldan o'tuvchi piyodalar tushib ketishidan xavotirda. Bu haqda navbatdagi lavhada. 24-mart kuni Bishkek shahridagi qurilish obyektlarining birida kuchli shamol tufayli kran qulab tushdi. Bu vaqtda qurilish maydonida hech kim bo'lmaganligi bois baxtga yarasha hech kim jabrlanmagan. Mazkur voqeadan keyin aholi orasida qurilish maydonlarida texnika xavfsizlik qoidalari saqlanishiga gumon paydo bo'ldi. O'sh tojisi deb nomlangan imoratning qurilishi aholi ko'p bo'lgan bozorning oldida olib borilmoqda. U yerdagi yuk ko'taruvchi kranning jilib turuvchi qismi xalq ko'p o'tgan yo'lgacha chiqib turadi. U yerdan o'tganlar kran tushib ketmasmikin degan xavotirda. Qoptu, ayvay qoptu o'tadi. Talaqqa javob bermaydi-da. Bu yerda adamlar o'tadi, mashinalar o'tadi. Bundan qanday o'tishadi? Alisroq bo'lsa, biyigrek bo'lsa yaxshi bo'lmoq. Adamlar o'tadi, mashina o'tadi, ancha-muncha o'tadi. Qiyin-da bu yerdan o'tib. Qo'rqov bir narsa tushib ketsa, qo'rqusdan. Tushib ketadi-da bir narsa, qo'rqosin. Yashovchilarni xavotirga solgan kran 58 metr bo'lsa, uning 48 metri jilib turadi. Qurilish xodimlari obyekt yo'lga yaqin bo'lganligi uchun kranni boshqa yerga o'rnatishning imkoni yo'qligini aytishadi. Shu bilan birga yashovchilarning xavotirlanishiga asos yo'q ekanligini, kran tegishli xizmatlarning nazoratida ularning ruxsati bilan o'rnatilganligini aytishadi. Bunun hech qanday qavf tujog'i yo'q. Bu qaysi tarafdan shamol bo'lsa, o'sha tarafga qaraydi. Agarda biz o'sha vaqtda strelani shamoldan olib qochib qo'ya turgan bo'lsa, o'sha qavfli bo'lib qolishi mumkin. Biz o'shaning uchun bu strelani shamol qaysi tarafga ketgan bo'lsa, o'sha tarafga turadi. Shahar ekotexnik inspeksiyasi o'tgan yilda mazkur bino quruvchilarga bir marotaba ogohlantirish berishgan. Chunki kranning yuk ko'taruvchi qismi birinchi ko'rsatilgan loyihada belgilangan hududdan chiqib ketgan. Bu artchag'iga qarab turib o'tadi. Bu yoqda qoptu jag'i va jugilingan jag'i qoptu-da. Anan bu ishlayotgandagilar atay bir dolvorlarni chiyib turib, anan o'sha bilan ishlash kerak. Al bo'yicha va juk ko'targan jaqlari trotuar joqqa chiqish kerak-da. O'sh shahri aeroportidan Suriyaga Turkiya orqali ketayotgan Tojikistonlik fuqarolar qo'lga olinganini bugun Qirg'izistonning Milliy xavfsizlik bo'yicha davlat komiteti xabar qildi. Voqea 22-mart kuni bo'lgan. 3 nafar tojik fuqarosi O'shdan Istanbulga uchmoqchi bo'lgan. So'roq davomida ular Suriya-Iroq chegara hududida urushda yurgan kishining ijtimoiy tarmoq orqali chaqiruvidan borayotganini aytdi. Qo'lga olganlarning barchasi Tojikistonning kuch tizimlariga o'tkazib berildi.
25-martda pul almashtirish joylarida va tijorat banklarida dollar narxi 64 so'mgacha ko'tarildi. Pul almashtiruvchi joylarda Amerika valyutasining narxi sotib olishda 63 so'm 63 tiyin, sotuvda 63 so'm 86 tiyin bo'lmoqda. Yil boshidan beri dollarning qadri ko'tarilishi 5 so'mga yaqinlashdi. Milliy bank vaziyatni izga solish uchun kecha valyuta bozoriga 8,5 million dollarni sotuvga chiqardi. O'sh shahar kengashi tomonidan qarorlar bajarilmayapti. Bu to'g'risida bugun shahar rahbarining yillik hisobotida ma'lum bo'ldi. Shahar rahbari Aytmamat Qadirbayev 2014-yilning yakunida deyarli barcha ishlar ortig'i bilan amalga oshganini aytdi. Shahar deputatlari esa bajarilmagan ishlar ko'p ekanligini aytishmoqda. Qarama-qarshi fikrlar to'g'risida navbatdagi lavhada. Yig'inning kun tartibiga qo'yilgan birinchi masala O'sh shahrini 2014-2017 yillarda rivojlantirish dasturini tinglash bo'lgan. Bu bo'yicha shahar rahbari Aytmamat Qadirbayevga so'z berildi. Har bir ma'ruzachiga 10 daqiqadan vaqt berilgan. Qadirbayev 9 varaq hisobotni o'qib, 1 soat davomida 2014-yili meriya tomonidan bajarilgan ishlarni har biriga to'xtalib o'tdi. Shahar kengashining deputatlari esa o'tgan ishlarni emas, shaharni rivojlantirish dasturiga to'xtalib o'tishini talab qilishdi. Programmasi jönünde söz bolvatkandan keyin özümüzdün şahardın meri katары qanday bir ideyalarni ko'tarib, geleceğine, qanday bir demilgilerni ko'tarib, oşonun bir çeçünün bir perspektivaları jönünde qanday bir özümüzdün oy tolg'ularımız var. Gelecek planlarımız var. Bu kabi talablar aytilganiga qaramay, shahar meri yana bajarilgan ishlarga to'xtalaverdi. Uning aytishicha 2014-yil O'sh shahri uchun og'ir bo'ldi. Shunga qaramay elni qishdan omon olib chiqdik, deydi Aytmamat Qadirbayev. 52 ko'p qavatli uyni жылуулук системасына uладык. 5 o'tkazanыбызды elektr energiyadan көмүргө өткөздүк. Andan sırtqarı şaharga 2 çoğun 40 megawattlı transformator alıp gelip koyduk. 2 çoğun 16 megawattlı transformator alıp gelip koyduk. 4 so'mdan 50 ga arzondatilgan bahada kömür tarattık. Shahar rahbari yashovchilarning muammolarini to'liq hal qila oldik deb ta'kidladi. Biroq el orasida hal bo'lmagan masalalar to'la. Birgina misol shahar hududlari gaz bilan to'liq ta'minlanmaganini shahar deputatlari bildirishdi. Şimdi eldin eğer köygöylөрүн эске алганда биз элдин көйгөйлөрүн толук чече алган жокпуз. Аны толук мойнуна алышыбыз керек. Анткени проблеманы өтө толтура. Экинчиден биз өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттин эсебинен кылган иштерибиз аткарылды да. Ошон үчүн биз өзүбүз канааттанып эч качан болбош керек. Анткени ошол эле жол маселелерин, пробка маселелерин, таза суу маселесин, социалдык маселелерди, балдар бакчанын жетишпегендерин, мектептин жетишпегендерин толук аткара албай атабыз. Биздин бюджет өзү өтө аз болуп атат. Ошонун үстүнө биз азыр негизи ички булактарды издеп, инвесторлор менен иштөө жолдорун көбүрөөк карашыбыз керек. Keyin deputatlar sportni keng tarqatish va rivojlantirishdagi bajarilayotgan ishlar bo'yicha masalani muhokamaga olishdi. Shahardagi Ahmadbek Suyunbayev nomidagi stadionning tozaligi, sharoitlarining nochorligi tanqidga olindi. Stadionda turli tadbirlar o'tkazilib, undan kirasha bo'lib turishini va mablag' yetishsiz degan so'zga ishonmasliklarini aytishdi. Keyin stadionni sport qo'mitasiga biriktirish taklifi bo'ldi. Bunga ba'zi deputatlar rozi bo'lsa, ba'zilariga to'g'ri kelmay qizg'in muhokama yaratdi. Hech qanday ish yo'qlikdan men o'sha halqaga kelyapman da, biriktirsak, может yaxshi o'lib ketadi deb. Hozir kelyapsan. Хорошо, noqul yoshlarga beraylik o'rinni. Yoshlarga qanday yaxshi ideyalar bor. Stadionni sport qo'mitasiga qo'shish masalasi meriya tomonidan ko'rilib chiqqandan keyingina amalga oshishi ma'lum bo'ldi. Yig'in davomida shahar kengashi qarorlarining bajarilishiga to'xtalishdi. O'tgan yili shahar kengashi tomonidan 60 ta qaror chiqqan bo'lsa, ularning deyarli yarmidan ko'pi bajarilmagan. Xalq vakillari bajarilmagan ishlarning sabablari bilan qiziqishdi. Кейдегі тоқтамдар атқарылуға уақыт керек, мүмкіншілік керек. Бұға біріле мысал айтып қойып, сәл үшін мынау жеткіншек лагерь бойынша ұшын жерде тоқтамдар жазылған, ұшыны шаһардың балансасына алу деп жазылған. Бұл жерде өзіңіздер білесіздер, жөнеле барсақ, біз барып, шаһардың мерия барып тұрып, шын давайте бергіле шаһардың балансасына, ошол қызыл китебіңерді бергіле десек, аны ешкім бермейді. Yig'inda bilim berish boshqarmaligiga ham tanqidlar aytildi. Ma'lum bo'lganday, O'sh shahridagi maktablarda qabul olishda pullar talab qilinmoqda. Bundan tashqari har bir sinfni bezatish va boshqa ishlar uchun pullar yig'iladi. Bularni deputat Talant Qaparov bildirib, biroq qaysi maktablarda ekanini aytmadi. Ne gerek var onda bunday demenin gosударственный мектептен?
Болса давай частный неме кылгыла, коммерческий неме кылгыла, айда 100 доллардан төлөп балдарды окутайлы. Bir жерге bir баланы жайлаштырам десең, 200 доллар турат, уялбай. Ачык айтайын, ошону бербесең, бала мектепке кирбейт. Детсад деле окутуусунда. Мына депутаттар бардыгы карап турат, билип турат. Bilim berish tarmog'idagi poraxo'rlikni yo'qotish masalasi bo'yicha boshqarmalikning rahbari Xushtarbek Kimsanovga vazifa yuklandi. Qarorlar bajarilmagani uchun shahar kengashining apparat yetakchisi Saodat Mamataliyevaga ogohlantirish berildi. Sababi u qarorlarni amalga oshishini nazorat qilishi kerak edi. U shahar kengashi 3-chaqirimining mazkur 16-sessiyasiga 45 ta deputatdan 35 nafari qatnashdi. Kun tartibiga rejalangan 7 masala va yana qo'shimcha 7 masala ko'rildi. Ra'noy Nazarova, Adina Do'sonbetova, Azam Buzrikov, Intimaq. Hukumat rahbari teatrdagi bazm haqida tergov ishlarini olib borishni topshirdi. Bu haqda Azatqa hukumatning matbuot xodimi Gulnora To'raliyeva bildirdi. Uning ta'kidlashicha, hukumat rahbari madaniyat, turizm va ma'lumot ministri Altinbek Maqsudovni chaqirib, sahnada dasturxon yozib bayram tashkil qilishda aybladi. Hozirgi vaqtda ministerlik voqea bo'yicha xizmat tergovini boshladi. Вечерний Bishkek saytida shahar kengashi deputatlari opera va balet teatrining sahnasida bazm o'tkazishdi degan nom bilan maqola yozib, suratlarni e'lon qilgan. Tadbirga Bishkek shahar kengashining deputati Jumabek Salimbekov ishtirok etgan. Mazkur ijtimoiy tarmoqlarda bahs muzokara yaratib, buyuk sahna bazm tashkil qilinganligini tanqidga oldi. Qirg'izistonda Islom davlati tashkilotining tadbirkorligi taqiqlandi. Mazkur qaror ekstremizm va terrorizmni oldini olish maqsadida qabul qilingan. Bu haqda bugun Milliy xavfsizlik bo'yicha davlat komiteti xabar qildi. Ma'lumotga ko'ra, Bishkekning Oktyabr rayon sudi joriy yilning 13 fevralda Islom davlati tashkilotini terrorist va ekstremistik deb qabul qilgan va uning mamlakat ichidagi tadbirkorligini taqiqlagan. Sudning qarori rasmiy tarzda 16 martda kuchiga kirdi. Botken oblasining aholisini elektr quvvati bilan ta'minlangan sim tayanchlari o'g'irlanib ketganligi sabab 400 mingga yaqin aholi elektr energiyasiz qolish xavfi yaraldi. 220 kilovat elektr simlarini temir tayanchlarini Botken rayonining Aqturpa qishlog'ida joylashgan hududidan noma'lum kishilar kesib ketganligi haqida mahalliy militsiyaga xabar qilingani bilan bu ishlar to'xtagan emas. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Bu yuqori quvvatli elektr simlari Qizilquya shahridan Alay podstansiyasining Botken shahridagi Aygultosh podstansiyasidan tortilgan elektr simlari. Shu liniya orqali Botken oblasti elektr energiyasi bilan ta'minlanadi. Strategik ahamiyatga ega bu temir tirgagishlarni o'g'rilar o'g'irlay boshladi. Biz 13 mart kuni kelib qaragan uchurda ushul aparalardan ugonliklar nurdalganini bayqab, kerakli yetakchilarga yetkirdik. Energetiklarning so'zlariga ko'ra, sim tirgagichlar bundan keyin o'g'irlanishi davom etsa, Botken oblasida energetika sohasida xavfli holat yuzaga kelishi mumkin. Bu ugonliklarning to'mon jag'idan 4 aparani uğurdab ketishgandagi, agarda bu ugonliklar yo'q bo'lgan uchurda shamolni bu yerdagi shamolning qattiqligidan jana havo chuvalg'in simlarni tartib turganlikdan ular qulab qolib qo'rqinuchi tuzilganda, bu qulab qolgan kunda Botken oblasti yo'q deganda bir 10 kunga svetsiz qalmoqda, elektr energiyasi yo'q bo'ladi. Qayra buni turg'izuga bir 800-900 ming so'm tegeragida ziyon keltirilmoqda. Bu ish bo'yicha energetiklar dastlabki o'g'irlik ro'yxatga olinganda Botken rayon ichki ishlar bo'limiga maxsus ariza bilan murojaat qilgan. Biroq tergov ishlari boshlab ish oltga silgaguncha o'g'irlikka yana davom etgan. Hozirda Botken rayon militsiya bo'limi bu ish bo'yicha tergov ishlarini olib bormoqda. Aygultosh podstansiyasining xizmatkorlari tomonidan bizga bildiruv kelib tushgan o'g'irlik jөнінде. 15 mart kuni yuqorqi chig'anliqdagi elektr liniyasini belgisiz odamlar tomonidan o'g'irlanganlikdan alfaq bo'yicha qilmish qo'zg'aldi. 164-2 bo'lim negizida hozir tergov ishlari yuribdi. Birgina Botken oblasti uchun emas, qo'shni Tojikiston uchun ham alohida ahamiyatga ega bo'lgan strategik elektrni ta'minlayotgan simlarni temir tirgagishlarni o'g'irlangan maydoni hozirda 220 metrni tashkil etdi. Keng dalada sodir etilgan jinoiy ish ochilib, hozirgi holat o'zgaradimi yoki aholi elektrsiz qoladimi? Hozircha bu savolga hech kim aniq javob ayta olmayapti.
Hukumat barak eksklavining har bir xo'jaligiga 200 ming so'mdan to'lab beradi. Bu mablag'ga aholi Qorasuvdan ajratib berilgan yerga uy solishadi. Hukumatning ma'lumotida qurilishga qarab pul 3 ga bo'linib beriladi. Eslatib o'tsak, 2010-yildan beri O'zbekiston barak eksklaviga yo'lni yopib qo'ygan va barakliklar Qirg'izistonning hududiga kirishlari uchun 1 chaqirimning o'rniga 300 chaqirim aylanib, Do'stlik o'tkazish bekati orqali o'ta oladi. Bugun Jalolobod shahridagi Xavfsizlik 2015 qo'shma jamoalik mashqlarining ochilishi bo'lib o'tdi. Mashqlarning maqsadi chegaraga yaqin hududlarda vaziyat og'irlashgan vaqtda qurolli kuchlarning tayyorgarligini tekshirish. Mashqlar 2 bosqich asosida o'tib 3 kun davom etadi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Jalolobod shahri hududida Xavfsizlik 2015 deb nomlangan 3 kunlik mashg'ulot boshlandi. Uni ochilishiga qurolli kuchlarning bosh qo'mondoni Asanbek Alimxo'joyev hamda mahalliy hukumat vakillari ishtirok etdi. O'sha elga egarda o'shunday o'zgacha qirdal bo'lib qolsa, yo'qsa askerlik avval bo'lib qolsa, qantib birgalashib territoriyani saqlab qolish, elni saqlab qolish, elning qiziqchiligini saqlab qolish, o'sha bizning maqsad. O'shani atqarish uchun bunday har qanday kuchlar bo'lgandan keyin аны daima o'shunday bir mezgil менен o'shunday mashg'ulotlarni o'tkazib turish kerak. Bu mezgilning talabi. Mashg'ulotda zaxiradagi shaxsiy tarkib vakillari favqulodda holatlar tayyorgarligini tekshiruvdan o'tkazdi. Bundan tashqari xavfli vaziyatlardan saqlanish maqsadida kuch tizimi xodimlari bilan mahalliy hukumat hamkorlikda ishlashni ta'minlashni maqsad qilgan. Өздік рота бұл қайсыл жерден деп сұрау түзіліп жатады. Өздік рота бұл аскерге милдеттүүлөргө, запастагы аскерге милдеттүүлөрдүн эсебинен бұл жерде тизилип турат. Азыркы учурда мына өзүңүздөр көрүп аткандай өздүк рота тизилүү, өзүнүн формаларын алышты. Азыр болсо өзүнүн жата турган жерине барып, бул профессионализация болуп, ошол жерге размещение 3 күндүк ошол жерде аскердик жыйын өтөт. Өздүк рота бул ошол Жалал-Абад шаарынын өзгөчө маанилүү объекттерин кайтарууга түзүлгөн. Mashg'ulot o'tkazish uchun shaharning aeroportiga harbiy texnikalar o'rnatilib, maxsus shtablar tuzildi. Harbiy tayyorgarliklar shu yerda rejalashtiriladi. Bugun tayyorgarlik, harbiy texnikalar tekshirilib, ertaga Ko'kyong'oqda amaliy mashg'ulotlar boshlanadi. Mashg'ulotning ichida shtab, Tuштүк Батыш регионалдык штабтын даярдыгын текшеребиз. Ошо негизинде эле ошо Жалал-Абад областына жайгашкан Жалал-Абад шаарындагы резервный рота менен Сузак районунун резервный ротасын текшеребиз. 27-синде жыйынтык өтөт. Rejaga ko'ra mashg'ulotlar prezidentning yorlig'i bilan o'tgan yili O'sh shahrida tashkil etilgan bo'lsa, bu yil Jalolobodda o'tkazilmoqda. Germaniya Germanwings aviakompaniyasining Barselonadan Düsseldorfga uchib borayotgan uchog'i Fransiyaning Alp tog'larida halokatga uchradi. Samolyotning qoldiqlari 2000 metr balandlikdagi tog'lardan topilgan. Airbus 320 uchog'ining ichida 144 yo'lovchi bo'lgan, uning ichida 2 go'dak va 16 nafar o'quvchi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, falokatdan tirik qolganlar yo'q. Uchoqda Germaniya, Ispaniya va Turkiyaning fuqarolari bo'lgan. Halokat bo'lgan yerdan qora qutilarning biri topilgan. AQSh Afg'onistondan harbiylarni chiqarishga shoshmaydigan bo'ldi. Prezident Obama bu haqda Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan uchrashuv chog'ida bildirib, hozirgi 9800 harbiy yil so'ngigacha qolishini aytdi. Avvalgi reja bo'yicha yil oxirigacha yana 4000 harbiy Afg'onistondan chiqib ketishi kerak edi. Obama 2016-yil Afg'onistonda qoladigan Amerika harbiylarining soni hozircha noma'lum ekanini aytdi. Afg'on prezidenti Ashraf G'ani boshqaruvchi Abdulla bilan AQShda rasmiy safarda yuribdi. Ular endi AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan uchrashadi. Kiyev 1-apreldan boshlab Rossiya gazini rad qildi. Ukrainaning energetika ministri bu kabi qarorni Gazpromning narx siyosatiga bog'liq deydi. Qish mavsumidagi Ukrain iste'molchilariga berilgan arzon narxdagi gaz to'xtatilish arafasida Moskva uni davom ettirishni hal qilmay kelmoqda. Zangori olovni qo'llashni ozaytirishga erishdik. Gazni Yevropadan sotib olish Rossiyadan olgandan ko'ra arzon bo'ladi. Shu sababli Rossiya gazini sotib olishga hozircha muhtoj emasmiz, dedi ministr.
Yevroittifoq 2020-yili yo'l halokatlarida halok bo'lganlarning sonini 2 barobarga ozaytirish vazifasini qo'ydi. Biroq yil sayin ko'zlangan halokatlar 8% ga emas 1% gagina pasaygan. O'tgan yili yo'lda 30 mingga yaqin odam halok bo'lgan. Shirkatdagi 28 o'lkaning ichidan Bolgariya, Ruminiya, Latviyada yo'l halokatlari ko'p. Mazkur o'lkalarda haydovchilarning smartfon va sensor ekranli vositalar bilan shug'ullanishi halokatga olib kelmoqda, deydi mutaxassislar. Kolumbiyada homilador ayol tug'iladigan farzandini sotuvga qo'ydi. Internetdagi e'londa u o'z chaqalog'ini $80,000 ga baholagan. 27 yoshdagi ayolning hozirda 3 nafar farzandi bor. Uning 4-chisini boqishga sharoiti yo'qligini aytmoqda. Buning ustiga homilador bo'lganligi sababli ishdan haydashgan. Internetdagi bu e'lon o'chgunicha bir nechta odam o'z qiziqishini bildirdi. Kobulda 24-mart kuni ham minglab odam Qur'onni yoqqanlikda ayblanib, toshbo'ron qilingan ayol uchun adolat talab qilgan namoyishlarni davom ettirdi. Namoyishchilar o'ldirilgan 27 yoshli Farxundaning qonli yuzi aks etgan suratlarni ko'tarib, Farxundaga adolat va qotillarga o'lim chaqiriqlari bilan Kobuldagi Oliy sud binosi oldiga yurish qildilar. Dinshunoslik talabasi Farxunda 19-mart kuni Kobulda olomon tarafidan urib o'ldirilgan edi. Uning jasadi keyin yoqib yuborilib daryoga tashlangan. Politsiya Farxundaning Qur'onni yoqqanligini isbotlovchi dalil yo'qligini aytmoqda. Hukumat voqeaga aloqador deb 28 odamni hibsga olganini bildirdi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Qirg'izgidrometning ma'lum qilishicha 26-martda yurtimizning ayrim hududlarida qor yog'ishi mumkin. Havoning harorati Batken oblastida kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja issiq bo'ladi. O'sh oblastida kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 11-16 daraja issiqqacha ko'tariladi. Jallobod oblastida ham kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 11-16 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Norin oblastida kechasi 4-9 daraja sovuq, kunduzi 4-9 daraja iliq bo'ladi. Talas oblastida kechasi 1 daraja sovuqdan 4 daraja iliqqacha ko'tariladi, kunduzi 10-15 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Issiqko'l oblastida kechasi 3 daraja sovuqdan 2 daraja iliqqacha ko'tariladi, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Chuy oblastida kechasi 1 daraja sovuqdan 4 daraja iliqqacha ko'tariladi, kunduzi 11-16 daraja issiqqacha ko'tarilishi mumkin. Poytaxtimiz Bishkekda ertaga yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi 1 daraja sovuqdan 1 daraja iliqqacha ko'tariladi, kunduzi 13-15 daraja issiq bo'ladi. Shahrimiz O'shda ham 26-mart kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi 2-4 daraja iliq, kunduzi 14-16 daraja issiqqacha ko'tariladi.